1944-yil 8-may kuni Samarqand viloyati Forish tumani O'qum qishlog'ida ishchi oilasida tavallud topgan. Dehqon Qamanqul Dehqonboyevich umumiy o'rta ta'lim maktabini Forish tumani O'qum qishlog'ida bitirib, 1963-yil Toshkent xalq xo'jaligi institutining qishloq xo'jaligi fakulteti buxgalteriya ekonomist yo'nalishi bo'yicha o'qishga kirgan. 1967-yil institutni bitirgan. Dehqonov Qamanqul Dehqonboyevich oilali 11 nafar farzandning mehribon otasi bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Kommunistik partiyasi yo'llanmasi bilan Rossiya davlatining Moskva shahrida Reten ko'rgazmasida vakil bo'lib qatnashgan. 3-yillarda sovxozda oblast birinchilaridan bo'lib ish haqi tayinlash bo'yicha naryadsiz ish haqi to'lash tizimida 97-yillarda Sovetskiy Rossiya sovxozi hozirgi Paxtazor suyida bosh iqtisodchi lavozimida ishlagan. Ustozlardan o'qishgan ustozlar odamlarda barcha sohalarda muvaffaq bo'lsa, ular ko'p narsani o'qishdan ibrat oladi. Bugungi tadbirimiz ishtirokchilari, Qamanqul Dehqonovning xotirga kelgan aziz mehmonlar, mahallamiz faollari, xush kelibsizlar. Men o'z xizmat faoliyatimda o'z ota-onamning bergan tarbiyasiga suyanaman. Hamda Allohning hayot yo'li esa menga katta ibratdir. Alloh ish faoliyatida qancha insonlar bilan rafqatlar va muomalaga qo'shilgan. O'z muomalasi bilan insonlar qalbidan joy oldi. Alloh tashkilotchilarga, mahalladoshlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Qadrlarim, Allohning Dehqon to'g'risida yaxshi so'zlar, yaxshi nimalar bildirildi. Haqiqatan Viktor Ivanov davrida, repressiya davrida bir payt maktab o'quvchisi edik-ku. Juda qiynalganmiz, shunaqa vaqtlar o'tdi.